Siz Minecraftda zombi apokalipsis Skyblock haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz bu videoda bilib olasiz. Ya'ni bu oddiy Skyblock lekin zombi apokalipsis. Mana birinchi marta qiziqib o'ynab ko'rishim va ko'ramiz nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi. Bu yoqda bizga kerakli bo'lgan narsalar, ikkita non, broniyalar va qilich bu narsalar turib-tursa hozircha bizga kerak emas. Bizga eng asosiylari hozir broniya va aslahalar mana bunaqa narsalar, chunki ularning yordamida biz himoyalansak bo'ladi va daraxt olsak bo'ladi. Daraxtlar ham bir sovuq, g'alati bir qo'rqinchli, menga yoqmadi qarochi. Bu yer ekan. Men bu ustim hozir tushunmay qoldim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki ya'ni ko'proq shunaqa videolar chiqishi uchun sizlar obuna bo'lishinglar kerak. Let's go. Qarochi, 17 cho'ta borgim kelyapti deyman. Cho'ta menimcha o'sha yerlarda zombi apokalipsis bo'lsa kerak deb turdim. Mana Mamatlar ham o'shanaqa o'xshyapti. No, borib ko'rish kerak, borib ko'rishga arziydi menimcha. Bularni olamiz, maydalab va bizga bitta verstak kerak, ili ikkita cho'p olamiz. No, men uchun qiziq mapga tushsa bo'ladimi desam, tushib bo'lmas ekan. Voy, men hozir narigi betga qanaqa o'taman deb turdim. Men 1 yil vaqtim ketib qoladi-yu narigi betga o'tguncha. Bo'ldi. Qarochi biza temir ferma qilishimiz kerak. Tushundinglarmi? Xo'p, temir ferma qilish uchun tosh ferma, qanaqa temir ferma? Loyman bor-ku. Qarochi, bu yog'i qaziymiz. Menimcha adashmasam 5 talik bo'larmidi yo 4 talikmidi? Mamatga suv qo'ysak, bu yoqdan oqib Mamatni to'xtash kerak bu. Olamiz, boshqatda solamiz. Joy kamlik qilar ekan-da. Mamatdan yana qo'shishimiz kerak. Voy, tushib ketdi. Jalka ketdi-yu, no mayli. Xo'p. Taxmin urib ko'raymi ekan deyapman-da. Men bu 2 talik bo'larmidi yo 3 talikmi? Eslolmayapman-da. Keling 3 talik qilib ko'raylik. Hozir prosta taxmin deb meni suvda ayrilgim kelmayapti. Chunki bilasizlar, suv bizga vobshe kerak. Loy qildim. Mana, buni olishimiz kerak. Bundoq qilib, oppana, bo'ldi, всё. Lekin zombi apokalipsis qiyin oson bilmayman, o'ynab ko'rmadim hali. Bunaqa kartalarni kam o'ynayman o'zi. Ko'ra, Buni olsam, endi buni olish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Kirka kerak bo'ladi dekanishni. Hoppa, kirkani olamiz. Tapor hozircha men shart emas. Kirkani oldimmi o'zi? Davommi? Voy, zombilar spawn bo'lmasa bo'ldi. Qani? Suv o'tib ketmas ekan. Yaxshi. Qani? Hoppani. Oladimi yana? Yaxshi bo'ldi. Zo'r. O'zimizga cho't sharoit qo'yish pastga o'tirib olamiz va hozir menga 3 ta kerak. 2 ta bo'ldi va bitta suvda yotibdi. Hoppani, chunki erib ketdi. Mana buni olsak mana. Hoppa, bo'ldi. 3 ta tosh bo'ldi bizda. Endi 3 ta toshga biza kelaylik kirka yasaymiz. Chunki bizda tapor bor, normalniy tapor bor. O'shaning uchun ham kirka yasaganimiz menimcha yaxshiroq va tushib olib erib ketish oldini olishimiz kerak. Lavada yo'q bo'lib ketishini sal yaqinroq turib olaveramiz va o'ylayman to'shtu, bu yerda 8 yil qolib ketaman men buni maydalari bor-ku. Umrim o'tib ketadi shekilli bo'lib yuraverib. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki yana shunaqa zo'r videolar chiqishi uchun sizlar videoga like bosish, daddalasi chiqdi mana buni like bosishinglar kerak. Gapirishga qo'ymayapti bor-ku. Shu lava yaxshi, lekin yomonda. Bizda уже 8 ta bo'ldi va meni umrim mashta toshlar olish bilan o'tib ketadi. Let's go. Qatdan unaqa bo'lganini bilmayman, lekin bizda o'zidan-o'zi 2 stak tosh paydo bo'lib qoldi. Krisa cheaterlik yo'llari bilan. Va men birinchi marta mash tomonga o'tib ko'rmoqchiman. Men uchun qiziq bo'lyapti bu narsa. Pali-bomi yo'lda bir marta tushib ketaman, chunki bilasizlar, meni qo'lim qiyshu. Pali-bomi tushib ketaman. O'shaning uchun ham ketdi. Let's go. Opa, o'tamiz. Menimcha hozir 1 minutlarda yetib borsak kerak. Bu tipa poyez yo'l. Va men yaqinlashganimni sezyapman. Zombilar yuribdi. Uje meni ko'rishdi. Bitta joyga yig'ilishni boshlashdi. O'ylaymanki, zombilar uchishni bilmaydi. Uchishni bilsa holimizga maymunlar yig'laydi. Hop, 6 ta qoldi. Ehtiyot bo'lamiz. 5 4 3 2 1 babang. Endi buni gali. Let's go. Obunachilar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga yana nimadirlar deb tushib ketyapti. Papal. Nominchi g'utta bu. Bu nima berib boqishgan obunachilar? Kommentariyaga yozinglar, nima berib boqishgan buni? Vobshe eplab bo'lmay ketyapti-ku bularni. Nima qildim o'zi? Men yana qo'yib qo'yish. Ortiqcha problema yana. Bitta adashganimga shuncha. Vobshe o'zingga ketibsan-ku sen. Tepada rostani olib qo'ysam nima bo'lardi? Ancha tejalardi bor-ku. Mayli, xo'p. Ketdi. Nima deysizlar, urushaveraymikin, qo'lni qizdirib.
Amin marazlar bilan. Opa, ke. Nima urib bo'lmayapti bularni? Menimcha sal yaqinroq borish kerak. Urod. Qanaqasiga urish mumkin uzoqdan? Bularni tushirib yuborish kerak pastga. Tushdi. Buni ham tushirish kerak. Yo'qol. Pastga. Birat pastga tushing. Baloba o'ldi. Yaxshi o'ldirsa bo'lar ekan tez. Bular qanaqa bo'ladi bilmayapman-ku. Men bu yozgin blok qo'yib yuborsak ham nima chiqib bular? Qoch. Men bu kira olishimiz kerak. Orqamdan qaysidir kirisa kelib yomon urdi lekin bor-ku, ishoninglar. Keldi, bang soldi. Vau, obunachilar. Chota bu karta menga yoqyapti. Bu yerda soqqa qilsak bo'lar ekan. Firework. Bu bor ekan va bizga bu ili ozgina bloklar, bitta blok kerak emas. Har xil blok bo'lganda ham olsak bo'lardi-da. Xo'p, bizda daraja bor va bu yerda mayda-chuyda narsalar kerak emas. Bu yerda nima kerak? Xo'p, sham mayli nimadirga kerak bo'lib qolar. Blok обязательно bizga blok kerak. Mana ham kerak bo'lib qolar, ishlatarmiz bu narsaga va 40 ta bu menimcha tushib ketmasa kerak. O daraxt yaxshi. Buni olamiz. Va mana bu yerda oltin. Neziretoy qilich. Yaxshi, buni almashtiramiz. Buni musorga tashlaymiz. Uxlasak bo'ladi bugun obunachilar. Buni olib qo'yamiz. Va bizga yana nimalarni olsak bo'ladi? Yaxshi bloklar bor. Xo'p, bloklarimiz anchagina bo'ldi va men bitta yana bitta blok loy qildim-ku, lekin zombilar bosib oldim deb yurishdi. Xo'p, 34 ta buni olamiz, 45 ta buni olamiz, 8 ta buni olamiz. Menimcha bo'ldi. Yo'q, hozir chiqqan kunim, o'lgan kunim bo'ladi, to'g'rimi? Bitta xitreli yo'llarini ishga solamiz. 3 ta. Nima qo'yilmayapti 3 ta? Ammo bitta buzish kerak. Xo'p, buzish uchun bizga bitta topor kerak bo'ladi. Bizda oltin topor bor, prям tez buzadigan. Va o'ylayman to'shni tepada kelishmaydi. Bundoq qo'ysak balki kelishmas. Bundoq qilamiz. Bo'ldi. Endi bitta blok qo'yamiz. Mana bu ham biz tashlaymiz. Va eshikni ochamiz. Eshik nima ochilmayapti? Mana bu buzaylik. Ochilmayapti eshik. Mayli, mana bu ochib yuboramiz. Xo'p, let's go. Bular kirsa, kankillatib uramiz obunachilar bilan. Nima urib bo'lmayapti? Tushib ketdim. Qoch. Tiqilma. Uyga qochish kerak. Uyga prямо tez uyga surish kerak. O'lib qolmaslik kerak chunki. Opa. Mana nihoyat. Lekin men yo'qmayotgani qaysidir kirisa kelib orqamdan soldi. Mayli, lekin tutib olsam mazasini qochiraman. Bizda o'g'imiz baravardan keldi. Biz anchagina narsa to'plab qo'ydik. Ko'rayotganinglardek. Nima deydi? Qilichlar уже neziretoy, lekin nima urmayotganini bilmayman neziretoy qilich. Zato topdik. Bizda orollar bor. Yana bundan tashqari bu yerda o'rganmagan narsalarimiz ham bor. Va hozir biz ham bitta alohida joy ochishimiz kerak, to'shni yashab qolgani. Mana bundan ozgina kengroq joy ochib olsak, tushib ketdim. Aytdim, по-любому bir marta tushib ketaman deb. Mana shu короче kengaytiramiz. Yoki anti tozalasak, umuman shaharni, o'sha shaharda yashab qolsak bo'ladi, lekin vaqtinchaga hozircha mana shu yashab qolishimiz kerak. Shuning uchun ham bu bekorga Skyblock emas. Skyblockda короче yashab qolishimiz uchun mana shu birinchi navbatda tozalab tashlashimiz kerak. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, obuna bo'lmaganlar, chunki bu bizga motivatsiya bo'ladi va obunachilarni prям 100 ming ta qilib tashlash kerak. O'shaning uchun ham obuna bo'linglar. Xo'p, yomg'ir tindiramiz. Bizga yomg'ir kerak emas. Va endi men bilan ishlatsak bo'larmikan? Keling, ishlatmay qo'yaylik. Hozir qora blokdan prям qora ichi ham. Tabriklayman, ikkinchi marta tushib. Zombilar bormidi? Men zombi ko'rdim. Men bitta zombi ko'rdimmi? Lavi. Cho'chib ketdim. Men qayerda nima zombi ko'rdimmi? Tushimga kirdimmi yo? Cho'ta nito bor-ku, men namchi bloklarni qiyshuv qo'yib tashlayman-a. Xit qo'rdi-ku. Buni olamiz. Menga qanaqasiga ko'zimga zombi ko'rinishi mumkin? Aytinglar menga shuni. Qanaqasiga ko'rinishi mumkin? Men bilmayman. Daraxt o'sibdi-yu. Nima aytmaysizlar voqliroq? Bu yonib ketishidan oldin olish kerak. Chunki yonib ketishi mumkin-da bu anoda. Lavada. Lava. Chekan bo'ladi-ki. Xo'p, bu odam bizga bitta daraxt tushib bersa, emas, cho'p emas, daraxt tushib bersa, daraxtga yana
Voy, atga tushuvdi. Manimcha tushuvdi. Men nimam tushib ketdi pastga. Lekin nima tushgan bo'lsa ham loy bo'ldi. Opa. Olamiz ham men bilan balki daraxt tushib qolar ichidan. Hop. O, tushdi. Voy, men buni olish kerak daraxt. Qara shu daraxt oldim zato. Yiqilib tushgan bo'lsam ham zato daraxtni oldim. To'g'rimi? Muhimi shu. Muhimi daraxt olish kerak edi. Chunki bizga daraxt kerak. Boshqa hech bola kerak emas. Mana o'tga ekib qo'yamiz, o'zi o'stiradi bu yoqda. Va bu yoqda qaranglar, nimalar top tashaganimiz. Men uxlab oray. Turgan joyimda quyosh chiqyaptimi? Quyosh qaysi tomondan chiqyapti? Sekin chiqayotgan ekan. Davay uxla. Qara shu uxlayapti. Короче, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Let's go. Ikkinchi qismi ham chiqishi mumkin so'rasanglar.